Barchaga xayrli kun. Bugun 24-may, haftaning shanba kuni. O'tgan hafta tilla bo'yicha analiz qilgan edik. Analizimiz to'g'ri chiqdi. Xudoga beadad shukrlar bo'lsin. Yaxshi ishlab olish imkoniyatlari bo'ldi. Yaxshi kimlardir ishlab oldi. Ishlab olganlarni tabriklayman. Men o'zim demoda edim, ishlaganim yo'q, lekin kuzatib tomosha qilib turdim. Bu ham men uchun bir maroqli narsa. Keyingi hafta bo'lishi mumkin bo'lgan ssenariylarda o'zimning fikrlarimni yana bir aytib o'tib ketmoqchiman. Narximiz boshqa trendga yana aylandi, yuqoriga qarab harakat boshlandi. Yuqoriga qarab harakat hali beri to'xtamasligiga o'xshab turibdi. Bu harakatimiz xudo xolasa mana haftalikdan ko'radigan bo'lsak, haftalikda xo'sh 20-may kuni hosil bo'lgan haftalik order blok shaklida juda ham qisqa bir haftaning ichida arzimagan pips yurganmiz xolos. Qolgan vaqt narxi o'ynagan, hamma yo'q ob'yomsiz. Undan keyin mana abstrakt qilindi. 2 hafta u tomon bu tomon. Keyingi hafta abstrakt qilingan holatdagi nimalarda likvidnesslarni yechib o'tgan hafta shiddat bilan yuqoriga ko'tarilib berdik. Mana zangor bilan belgilab qo'ygan joyim ob'yom bo'lgan joydan o'tib o'tgan hafta zakrepleniya bo'ldik. Haftalikda dnevnoyda ko'radigan bo'lsak, dnevnoyimiz 1 soatlik koridor ichida harakat qilib bordik. Почти bir oy hisobida 22-apreldan mana kechagi 23-maygacha bo'lgan qadr rosa bir oy davomida mana shu koridorda ichida harakat bo'libdi. Buni ichida nechta pimbarlar, nechta barlar, allaqancha holatlar bo'lib o'tdi. Hammasini yengib o'tdi. Продавец, покупатель. Demak, покупатель kuchlik. Mana bu yerdan Fibonacci tortadigan bo'lsak, Fibonacci'miz mana 61.8 holatda ложный пробой qilib yuqoriga ko'tarilib berdik. 61.8 ni pastiga yurgan bo'lganimizda nisqadashi trendimiz davom etgan bo'lardi. Lekin 61.8 ni ложный пробой bilan o'tganligimiz boshqadashi trend hali beri nisqadashi trendga o'tmasligimizni dalolati. Indikatorlarimizdan 1 oylik скользящий среднийdan yuqoridamiz va 1 kunlik скользящий среднийdan ham yuqorida holatda turibdi. Bunda ko'radigan bo'lsak, RSI 50 da pastga o'tib, 50 dan yorib o'tib yuqoriga zakrepleniya bo'lib yana dnevnoyda harakat qilib boshladik. Dnevnoyda yuqoriga 50 dan yuqoriga yurishimiz bu demak hali beri boshqadashi trend sinmaganligini bildiradi. Mesechniyda ham, nedelniyda ham yuqoridamiz hammasidan. Ozgina korreksiya bo'ldi. Keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan harakat, bu hafta ichi bo'lishi mumkin bo'lgan harakat, switchamiz to'la to'kis yopildi. Hech qanday dim qoldirmadi. Ertalab ozgina pastga yurib berishi yoki bo'lmasam pastga yurmasdan prямо yuqoriga yurib berishi, yuqoriga yurib berib
chasavoy nimamizdagi time frame'imizdagi holat 33.12.88 33.12.88 ga qaytib kelishimiz qiyin. Nimaki mana bu joyda rels patterni turibdi chasavida, mana shu rels patternidan pastga o'tmasligimiz ko'proq aniqroq kelishimiz mumkin bo'lish holat. Kelib bersa mana shunga kelib berishimiz mumkin. 33.40 ga 33.40.00 krugliy уровень 33.40 ga kelib berib, bundan yana yuqoriga ko'tarilib berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam 33.40 dan emas, yana bu yerda nijniy ekstremimiz bor chasavida. O'sha biz testlarimiz qilib yuqoriga yuribmiz. Aniqrog'i dushanba kuni yaxshigina Aziya sessiyasida aniqroq dushanba kuni ilgarigidek doimgidek yuqoriga yurib berishi mumkin. O'tgan hafta dushanba kuni yaxshi yurmadi. Inside bar hosil qildi. Mana ko'rib turibsizlar, juma, payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba. Inside barda shundoq ложный пробой qildik-da, seshanba kuni yuqoriga yurib berdik. Mana dushanba kungi London sessiyasining maksimum minimum zonalari. Chasaviydan obzorimiz xuddi shunaqa. Mana chasaviyda Amerika sessiyasining oxirlarida narx уже затухание ketyapti. 4 soatlikda ko'radigan bo'lsak, 4 soatlikda почти inside bar hosil qilib nima bo'ldi? U high 33.65.83, high 33.65.82. Как раз inside bar hosil qilibmiz. Mana shu inside barni lowga tushib, lowni yangilab yuqoriga yurib berishimiz ehtimoli yuqori. Xo'p. O'ttiz uch ellik olti 70 56 89lardan yuqoriga yurib berishimiz ehtimoli yuqori. Mana ko'ryapsiz, mana yorib o'tdik. Zakrepleniya bo'lishi mumkin bo'lgan holat mana kelib turib. o'ttiz uch 71 maksimum korreksiya pastga berishi mumkin. Lekin aniqroq dushanba kuni switch tugallamaganini hisobga olgan holatda yuqoriga shiddat bilan 34.21.69 34.93.71 holatigacha shiddat bilan yuqoriga yurib berib, undan keyin ozgina korreksiya qilib, mana shu yuqorisida hayda hosil qilib, dinamik hayda hosil qilib, so'ngra pastga dinamik low hosil qilgani yurishimiz asosan mana bu dinamik valnamiz yuqoriga yurib berish ehtimoli bo'lgan holat 36.89.59 38.35.31 holatigacha boshqada trend bo'lishi mumkin. Uni Fibonacciga asoslanib ketyapman. Fibonacciga asoslanib, Fibonaccining har bitta o'rniga reaksiya yaxshi bo'lyapti. Demak, Fibonacci'miz o'tgan safar Fibonacci'mizni 160.8 dan qaytdik. 34.10.44 ложный пробой bilan boshqa bilan bo'lganda ham, lekin asosiy zakrepleniyalar mana ko'ryapsiz, zakrepleniya bo'lyapti, pastga tushib beryapti. Zakrepleniya bo'lyapti, yana pastga yurib beryapti. 61.8 dan yana yuqoriga. Bu safar zakrepleniya
Zakrepleniyadan yana yuqoriga harakat bo'lib, mana bu joydan 34.93.71 dan hayda yasab qaytib kelishimiz holati tek 160.8 qaytishimiz mumkin bo'lgan holat 33.12.58 holatgacha qaytib berishimiz ham mumkin, yo'q emas. 5 minutlikda ko'radigan bo'lsak, 5 minutliklarda hech qaysi sessiyalarda olyap turganimiz yo'q. Mana sessiyalar asosan trendimiz boshlandi. Yigirmanchi may kuni Amerika sessiyasidagi minimum zonalar, undan keyin 20 may kuni Amerika sessiyasini maksimum zonasidan yana yuqoriga test qilib yurganmiz. Bo'lgan holatimiz mana 25 kuni, 21 kuni kelib test qilib yana yuqoriga olishimiz mumkin bo'lgan zona, mana shu zonani olishimiz mumkin 4 soatlikda. 4 soatlikda. Lekin olmasdan mana bu zonani olib turib, hozir amerikanskiy sessiyani minimum zonasini olib 33.56.44 dan yuqoriga yurishimiz mumkin. Barchaga omad, katta profit egallashlarini tilaydoshman.